Turkiya texnologiyasi asosida yasalgan turetskiy garelkalar yonishiga e'tibor berib qo'yasizlar, zo'ridan bo'ladi ekan, 5 yil garantiyasi bor ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, garelkani o'zi ham alohida sotilaveradi, bo'lmasa katyullarni ham yasashib berishadi. Tiqilib qoladimi, yo'qmi deganlarga uzil-kesil tiqilmaydi ekan. Mana ko'ryapsizlar, bemalol yog'och topib keltirib o'tirib salam bo'laverar ekan. Mabodo tosh chiqib qolsa, orqaga qaytarib chiqarib yuboradi ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, 200 kvadratdan 2000 kvadratgacha akalarimiz katyullarni yasashib berishaveradi. 5 yil. Ha, albatta, to'g'ri eshitdingiz. 5 yil garantiyasi bor ekan temir qismiga. Miya qismiga esa qadrdonlar 1 yil garantiyasi bor ekan. Bitta zapravka qilasiz, ekstga qaramasangiz ham o'zi avtomatik xonangizni isitib berishaveradi ekan. Xo'sh, bu yerda eng kichkinasi 200 kvadrat isitadi. Narxga keladigan bo'lsa, qadrdonlar narxi $1100, rasxodni 30 kilodan 40 kilogacha rasxod qilishi mumkin ekan. $1100. Xolasangiz 300 kvadratlisi bor ekan qadrdonlar, narxi $1250. Xolasangiz 500 kvadratlisi bor ekan, 1450. $1400 ekan. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 1000-2000 kvadratlarni zakaz bersalaring, bir 10 kunda yasashib, butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda yetkazib berishaveradi ekan. Bitta like bosib, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.